Dasturimiz davom etadi. Kuni kecha Samarqand viloyatida voyaga yetmagan qiz o'z joniga qasd qilishga uringan. Tasvirlarda ko'rishimiz mumkin, qiz o'zini balandlikdan tashlashga harakat qilgan. Ushbu holatga sabab boshqa shaxs o'rtasidagi munosabatlar deya taxmin qilinmoqda. Voqea joyiga yetib borgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari qizni qutqarib, shifoxonaga olib borishgan. Holat tafsilotlariga to'xtalamiz. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand shahridagi Ibn Sino ko'chasi Siyob kanali ostida joylashgan quvur ustida bir qiz o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lganligi haqida xabarlar tarqala boshladi. O'rganishlar natijasida mazkur holat bo'yicha Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan tezkor choralar ko'rilib, qiz o'z vaqtida qutqarib qolinganligi ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 9-yanvar kuni soat 19:07 da Samarqand viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga 112 tizimi orqali kelib tushgan murojaatga asosan Samarqand shahri Ibn Sino ko'chasi ostidagi Siyob kanali ustidan o'tgan quvurga shaxsi noma'lum ayol chiqib olgani va u o'zini tashlab yuborish ehtimoli mavjudligi haqida xabar berilgan. Olingan xabarga muvofiq voqea joyiga zudlik bilan Favqulodda vaziyatlar boshqarmasining qutqaruv kuch va vositalari jalb etilgan. Qutqaruvchilar tomonidan fuqaroning hayotini saqlab qolish maqsadida maxsus jihozlar yordamida barcha zarur xavfsizlik chora-tadbirlari amalga oshirilgan. Mazkur fuqaro qutqarilib, uning hayoti saqlab qolingan. Hozirda uning sog'lig'ida hech qanday muammo yo'qligi aniqlangan. Qizning bunday harakatlarga borishiga sabab bo'lgan holatlar esa hozircha aniqlanmagan. Mazkur holat yuzasidan tegishli tartibda o'rganish ishlari olib borilmoqda. Bu kun Og'ir Ignatsulayev, Quvonchbek Murodullayev, Samarqand.